Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana yashirib bo'lgan molimizni tuyog'i ko'chatuvdi. Shu tuyog'ini davolaymiz. Birinchi o'rinda. Xo'sh, mana qo'limizdagi ferekis. Mana. Tak. Endi shu tepinib turadi sal. Sekin. Ana. Achitadi sal. Tak. Oldi oyog'i bo'lganda oson bo'lardi, mana orqa oyog'i sal qiynaydi. Bo'ldi Muhammad. Videoda qimillab ketyapti. Aytib bermaslar, bu jim turmayapti. Oldu. Uzoqlashtirishi. Ferikisni birinchi yuvib olamiz. Yaxshi ko'rinmayapti. Mana shu tuyog'ini tagiga o'chishni boshladi. Ferikisni yaxshilab yuvamiz. Mana bu tuyoqqa, orqa tomonda. Mana. Orqa tomondan ko'chyapti. Endi pauza qilamiz. Endi spirt sepamiz. Spirt achitadi. Mana asta aldab sepib qo'yamiz. Mana. Ignani ham mana bir tepib qayirib qo'ydi. Spirt chiqyapti olma. Dezinfeksiya qilib spirtlab yetib oldik. Mana. Moshani qasam olibdir. Endi hurmatli tomoshabinlar, zelonka sepib qo'yamiz. Sandan olib tur. Zelonka sepamiz. Mana. Zelonka qotiradi. Shu bilan Xudo xolasa pervaskamiz tayyor. Mana. O'zi yaxshi bo'lib qoldi. Kecha avval kunlari oyog'ini ko'tara olmayotdi ham. Mana shu bilan pervaskamiz tugadi. Tagiga somonni sepib qo'ydik. Mana somonlarni yana sepib qo'yamiz kechqurunlikka. Issiq yotishaveradi endi. Inshaalloh. Molxonamiz qorong'iroq kech bo'lib qoldi. Soat 4:30 bo'ldi, qorong'i tushib qoldi. Ertalab kechqurun shunday qilib mana 2 kundan bir pervaska qilyapmiz. Shunday qilib asta-sekin davolayamiz. Inshaalloh yaxshi. Like bosib, obuna bo'lish hechdan chiqmasa. Foydali videolar qo'yib turamiz inshaalloh. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.